Suğu oxşayman daryoda qiyon, qochidi nimjon. Shundan beri so'yish ko'rgan kunim yo'q, shundan beri xursand o'tgan tunim yo'q. Asi poshkin qora shal. Men zoti burunqi menning o'zimmi yoki u mening davomimmi? Londonda o'zimdan mushu savolni pat-pat so'rab turatdim. O'zimni burunqi men emas desam, vatandagi hayotimning xotirasi menda mavjud. To'la vaqtda go'yo ashu xotiralarning orasida yashayman. O'zimni burunqi men desam, atrofimdagi shaylar tamoman o'zgacha. Binalar, ko'chalar, odamlar, so'zlanayotgan til. Bularning hammasi yo'qin edi. Yo'q. Balki bularning hammasi o'zim haqidagi tonishimni yo'qinlashtirib etgan edi. Zoda atrofimdagi shaylar yo'qinmi yoki men yo'qinmi? Jongoning qadimgi o'lamosi Zhuangzi kepinakka aylanib tush ko'rganda zoda kepinak uningga aylandimi yoki u kepinakka aylandimi anqiramay qolgan ekan. Selishtirish nuqtasi bo'lmasa farqni bilgilab bo'lmaydi. Demak, barliq farqlantirish harakati nuqta tanlashdan iborat. Biroq nuqtani nimaga asosan tanlaymiz? Xotiramiz belgilar bilan to'shib ketgan bo'ladi. Atrofimizdagi shaylarni xotiramizdagi shaylarga asosan farqlantiramiz. Qarag'anda tarix haqidagi xotirasi yo'yilib ketgan odamlardan nuqta tanlash inga bo'lmasi kerak. Nuqta tanlash o'z mavjudligimizning ma'nosini qayta bayqash urinishlari bo'lib, o'zimiz ma'nolar dengizida taraf nishonlarni bilinmay laylab yurgan lamakan qo'lboqqa o'xshab qolamiz. Chex yozuvchisi Milan Kundera hayotdagi chidag'usiz yengillik degan asrida o'xshash bir shay'i har qitim yangi ma'noni namoyon qiladi degandek, Londondagi yangi muhit meni kashf qilib tursa kerak. O'zimni atrofimdagi narsalarga nisbatan boshqacha bir odamdek his qilibmi qolatdim. Ajdodlarim tuzgan sistemani yitirib qo'yganimga xeyli uzoq bo'ldi. O'zimga yot sistemalar ichida tinab yurgili navaq. Bu g'alati sistemalar ichidagi zodi men shumu, o'zim haqidagi bugungi ma'nolar tegi tahtidan haqiqiy o'zimga taalluq kashfiyotmi? Makon zamon o'zgarsa odamning o'zi to'g'risidagi diagnozlari o'zgaradi ekan. Cheklik zamon ko'zi bilan qarasangiz hamma narsa harakatda. Bu harakatda men, siz, umi bor. Shunga ko'mishlarimiz yo'chillashib turadi. Abadiylik ko'zi bilan qarasangiz harakatlik dunyo jimjit turgan bo'lib chiqadi. Demak biz hech nima bo'lmadik. Biz zodi kim? Laylab yurgan jon qushlari. Londonning saharlarida har uyg'onsam o'zimning qayerda ekanligimni aniq farq qilolmay bir hazo xomush bo'laman. Ko'z oldimdagi deraza men qarab ko'ngan derazaga hech biri o'xshamaydi. Pardimi boshqacha edi. Uyquning xomushligi, tushlarimning girimsan manzarasi asta-asta g'oyib bo'lib, sezgum real dunyoga qaytib kelgandila andin o'zimning qayerdaligini farq etdim. Erinchak tenimning metrlashqa royi yo'q, kallam degandek suzuk emas edi. Urumchidagi o'yim xiyolimda agitdi. Qiziq sutdan o'rlayotgan g'o'rning kaynidan o'g'limning do'p-do'g'ilak yuzi ayon bo'ladi. U qovzidagi nonni erinchaklik bilan chaynaydi. Onasi choyni o'g'il boladek tez ichmamsan deb so'roqlaydi. Mushunda xiyoliy manzaralarda Londondagi karvatim bilan Urumchidagi karvatim almashib ketadi. Sahar bilan deriza bilan nashta bilan to'qilib ketadi. Har ikki saharda orzularimni yaklaydigan reallikning so'rin talati ko'rinib turadi. Azroq o'tgandan keyin o'zimning omon eson holda yangi bir kunga ulashganimdan Tangriga hamd va sano o'qiyman. Ömür soatimizning qaysi daqiqaga qadar burab to'g'rilab qo'yilganligidan xabarsizmiz. Shunday ekan har bir kunni bizga sovg'a qilgan sohibi olamga shukralar aytish bilan billa
Şu bir kunni ma'nilik o'tkazishning qo'yida bo'lishga to'g'ri keladi. Menmu o'z daftarimga ati va o'gillar to'g'risidagi planlarimni putib qo'yaman. Bu plan cho'ng daftarındaki plan bilan mos kelgandala shu planning ijrochisiga aylana olayman. Ya Rabbim, menga yangi bir subhi chiroy ochdi. Ko'zim bilan qalbimni hikmat va nurga homiy qilg'aysan. Sübhining farishtalariga tilak iltijolarimni topshirib bo'lib nashtaga tutunaman. Asal, bodam meg'izi, yeshil zaytun, bolka, pameli choy. Mana bular Tangrining mehribonligini menga atigandala his qildirgan ne'matlari edi. Menga ato qilingan sog'lomlikning karomati bilan ular shuncha lazzatlik bo'lib, daxlisiz bu oddiy turmush go'zal va maishatlik tuyuladi. Bolkalarni yaqin atrofdagi Tesco degan cho'ng talla bozordan udulliq akelaman. Qizirib pishgan bu bolkalarning tarkibida boshqa narsalar yo'q edi. Uning puriqi sahrolarimizdagi tonurlarning yenidagi yangi qo'mirilgan nepiz nonlarning puriqiga o'xshab ketadi. Bu bolkalar tuxum shaklida yoki qaltiroq no'g'ish shaklida bo'ladi. Men bularni almashtirib setib oladim. Özümçe ulağa at koyup tuxumnan yoki no'g'ishnan deb atab oladim. Badam meg'izini bo'lsa turmush odatimdan xabari bor qarindosh ukalar Abduqodir kamning tabletkisi deb qo'yishadi. Men lozimatliklarni ko'p holda yaqin atrofdagi turk do'konlaridan setib oladim. Kichikroq patnus cho'ngliqidagi bir dona akmak menga 2-3 kun nashtaliq bo'ladi. Yeşil zaytun menga dastlab qansiq dedi. Keyinchi ko'nib ketib nashtada u bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldim. Zaytun Londondagi barliq qavm kishilarining iste'molida doim bor ekan. Yo'g'in yeşil va qora zaytunlarni kishilar ishtiyoq bilan setib oladi ekan. Ularning bahosi xeyli qimmat edi. Men uningga odatlanib yaxshi ko'rib qolgan siri xalqimning nashtaliq dasturxonlarida bu ne'matning bo'lishini xohlab qoladim. Ular sap halol ne'matlarni yeb, bulg'angan ammo chiroyli o'ralgan narsalardan yiroq turgan bo'lsa naqadar yaxshi bo'ladi. Bir xalqda o'zini qadrlash tuyg'usining barbod bo'lishi uning turmush odatlarida markazlik aks etadi. Ko'rinishdagi bayoshatlik va mo'lchilikni izlab yemak-ichmakdagi parhez yoki tartibni esidan chiqarib qo'yishadi. Fani dunyoning rohatlarini surib yashayverish asabiyligi bosh ko'tarib chora payladek yeb ichishadi. Rohat surivelish, neri berisini surishtirmay yeb ichivelish davrimizda asosiy iqimga aylangan turmush iste'moli bo'lib qoldi. Buni nomrod bayoshatlik desak muvofiq bo'lar. Buningdan 10 asrlar ilgari Abu Nasir Farabi shu xil turmush odatlarini posiq shahar fuqarolarining odatlari deb sifatlagan edi. U bundaq shaharning kishilari salomatlik uchun har qanday haromdan bosh tortmaydi degan ekan. Jamiyatning o'tira qatlamiga sho'ng'ib kirgan oz sondagi bugungi shahar Uyg'urlari o'zlarining tasavvuridagi baxtini ana shunday tarzda qurib chiqishgan. Ular o'zlarining an'anaviy qimmat qarashidagi negizlik taraflarni bir butun yoki yarim tark etish hisobiga maoshliqlarga aylanadi-da, o'z to'pining qimmat qarashini zamonaviy yot tarkiblar bilan yo'qimlantiradi.
Bizde qilg'in etkenlere qo'saq beqishdan oshmaydigan talay odam bor. Ularda nima yeyishni tanlash mumkinchiligi yo'q. Ularning qadr qimmat to'g'risida o'ylang'udek imkoni yo'q. Ular o'zlarining shu holatini azaliy va barhaq deb hammaga rozi bo'lishadi. Ular botur ajdodlaridan qolgan zaminlariga o'zlarini bog'lab bexasta yashaydi. Ular kambag'al lekin barakatlik. Ular tartibsiz lekin qudratlik. Ular qahatchilikdan xoli kang zamin va e'tiqodiy amellik ichida yashab bir xil qanoatchanlikni yetildirgan. Ular qanoat ichida turib hech kimdan umid kutmaydi. Hatto o'zlarining haqqini talab qilmaydi. Ular o'zlari topgan ballarini tinsiz holda boshqalarning tarbiyasiga topshirib, o'zlari etiz qirlarda yuradigan bo'lib ketishdi. Bu xuddi paxtillarining qaysi fabrikaga berib nimalarning to'qilishi bilan kori bo'lmagandek bir ish edi. Ularning to'xillarimi o'z tuxumlarining qaysi fermada to'k jo'jisiga aylanayotganligini, qaysi do'konda pecheniga aylanayotganligini bilmaydi. Ular paxta setib topgan puli bilan yiroq shaharlarga berib bilim bilan yotlashib kelgan ballarning hayotlik yo'lini ochadi. Mana bu mening zaytun yeganda siqinib turib o'ylaganlarim. O'zini qadrlash istiki faqat jahonning kang etaklarini ko'rib selishtirishni bilalagan xalq tili bo'ladigan emasmi deb tushundim men. Maktabga boradigan ish bo'lmasa, nashtadan keyin turayotgan uyimga yaqin birer kutubxonaga berib kitob ko'ratdim. Yotoq nihoyat kichik bo'lg'achqa kitob ko'rishga afsiz edi. Angliyada kutubxona nihoyat umumlashgan ekan. Har bir mahallada birdan kutubxona bo'ladi ekan. Kutubxona binosi o'ziga xos so'lat va ko'rkamlik bilan atrofdagi boshqa binolardan alohida farqlanib turadi ekan. Shu mahallada qancha xil millat o'ltiraqlashgan bo'lsa, shu millatlarning til yoziqidagi kitoblar kutubxonadan munosib nisbatda o'rin oladi ekan. Estixonda Hindistonliklar, Pokistonliklar, arablar va oz sondagi jungoliklar o'ltiraqlashgan bo'lib, kutubxonalarda shu davlatlardan kelgan ko'chman xalqlarning til yoziqidagi kitoblarning borlig'ini ko'rgan edim. Bu hol meni cho'nqur o'yga solgan edi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Angliyada ingliz tili asosli til sifatida hukm suradi. Ingliz tilida chiqadigan kitob, gazet, jurnallar shuncha ko'p. Uning ustiga eng yangi uchurlar ingliz tilida. Ammo Angliyadagi ko'chmanlarning hammasining degudek inglizcha taratqularni ko'ra olishi notayin. Ko'ra olgan taqdirdami ona tilidagidek inchika va zo'q-sho'q bilan ko'ra olishi notayin. Mubodo Angliyadagi yerlik hukumatlar ko'chmanlarning til yoziqidagi kitob va gazet jurnallarni kutubxonaga akilib bermagan taqdirdami ko'chmanlar ortiqcha talab qilib ketmasligi mumkin. Dunyoda hech kim o'zi xalab musofir bo'lmasi kerak.
Bir kishining musofirlikni ixtiyor qilishi o'z yurtidagi ixtiyorsizlikning beshorati. İnsanның beshiga nima kunlar kelmaydi. Demak, bir musofir o'zga yurtga tirikchilikning tub yo'lini izlab chiqqan bo'ladi. U tava madaniyatning ona daryosi uning uchun yiroqda qolgan bo'ladi. Apirin. Angliya jamiyati musofirlarni qo'pollik bilan tegish orqali yaklab turib qabul qilishning o'rniga har bir qavm kishilarining o'z madaniyatiga bo'lgan seg'inishi ham iftixoriga yo'chiq ichib berib qabul qilgan edi. Angliyadagi har bir ko'chman Buyuk Britaniyaning jamiyat va madaniyat yo'sullariga madora qilib yashash bilan billa ajdodlardan qolmish ana makonlarda davom etmish madaniyatdan loyiqida bahramand bo'lib tasalli tepish imkoniyatiga tamoman ega edi. Bu yerda har bir elning ko'chmanlari o'z turkumlari bo'yicha cho'ng kichik jamoatni tashkil qiladi. Nopus soni favqulodda oz bo'lish bilan billa tarqoq yashagan musofirlarning eng kichik uyushma yoki dernaklarni tuzish layoqati bo'lmay qoladi. Jamoatlashish layoqatini hozirlagan ko'chmanlar to'pi o'zlarining faoliyat va madaniyat markazlarini, ibodatxonalarini, maktablarini, saxovat fondlarini qurib g'oyibona tarzda ona vatan orbitasini aylanib istiqomat qilishadi. Ular oilalarda va hatto oxiridagi o'qullarida, ya'ni maktablarida farzandlarni ona tillarida tarbiyalaydi. Öz dini aqidalariga erishadi. Yerlik hukumat o'z qonun nizomlari bo'yicha har qaysi jamoatni zarur sharoitlar bilan ta'min etadi. Inson yaxshi yeb ichish bilan yashamaydi. U yana madaniyat va ma'naviyat bilan yashaydi. Jahonda hech qanday milliy tavalligi yo'q abstrakt madaniyat bo'lmaydi. Madaniyat milliy bo'ladi. Milliy bo'g'ashqa farq va rangdorlik kelib chiqqan. Dunyomi osh farq va rangdorlik bilan kishini jalb qiladi. Shuni yaratquchimi o'z mohiyatidagi bir butkul dunyoni rang-rang qilib yaratgan. Har qanday insoniy shay'i o'zaro farqli bo'lgan holatdami insoniyatga o'rtaqdir. Madaniyat model shundoq. Angliyadagi Hind, Arab, Turk degandek cho'ng jamoatlar to'pi o'zlarining ana tuproqidagi madaniyat andizasi bo'yicha yashab Britaniyadagi huquq manfaatlaridan bahramand bo'laveradi. Ularning madaniyatimi Britaniya jamiyatining sehrli tusini oshirish rolini o'ynagan edi. Londonni olsak, nurg'un millat kishilari o'zlariga xos turmush imkoniyatini topalaydi. Aqallisi mahallalardagi kichik kutubxonalardami ular o'zlari orzu qilgan ona til yoziqidagi kitoblarni topalaydi. Lekin men bu kichik mahallalardagi kutubxonalardan ona tilimdagi kitoblarni hargiz topolmaydim. Menda undaq umidmi yo'q. Chunki men avval shundoq tipdagi kutubxonalarni o'zim cho'ng bo'lgan kentdan topalishim kerak. Angliyadagi mahallaviy kutubxonalarning muhiti pokiz va ozodi edi. U yerga kirish uchun boshqa rasmiyat ketmaydi. Inson bo'lish layoqatingiz bilan kirib tartiblarga bo'ysungan asosda hamma madaniyat boyligidan bahramand bo'lib chiqib ketsangiz bo'ladi. Kitob oriyat olmoqchi bo'lsangiz uning yo'li boshqa albatta. Kitob jurnallarni ko'radiganlar uchun taqlab qo'yilgan o'rindiq shiralar kangri edi. Men ana shundoq muhitda o'ltirib James Melvardning Yavru Osiyo to'qmushi Shinjang tarixi degan kitobi, Nasanlaytning Uyg'ur klassik adabiyoti haqidagi doktorlik dissertatsiyasi Tayg'oq yo'lini o'qib chiqdim. Ularning akademik tili, masalalarni bartaraf qilishdagi ilmiy metodi, ko'p xil til yoziqdagi manbalarni savrchanlik bilan tepib ko'rishi meni qoyil qiladi. Bundaq tadqiqot stili men cho'ng bo'lgan territoriyada tex kengaymagan edi. Kutubxonalarda unsin bo'yimlarimi bo'ladi. Kishilar ularni oriyatga elib o'ylarda zo'q osi kerak. Diqqatimni bekrak tortqini kutubxonadagi bolalarga ajratilgan bo'lak bo'ldi. Odatda kutubxonalarda bolalarni madaniy mashg'ulotga sog'ila bo'ladigan yerlar bo'ladi.
Oila ayollari bollari bilan birga kirib kitob o'qishatdi yoki bollarni o'ynatatdi. U yerda muqovillari qiziqarliq loyihalangan bolalar kitoblari, rasmli kitoblar ko'p bo'ladi. Ayollar bollarni o'ynatqach kitob ko'radi. Manga bu yerdagi onalarning diqqati ko'p holda bola beqish va bola tarbiyalashga qaratilgandek tuyuldi. Balkim ular farzandlarining aqliy kuch boyligini oshirishni pul tepish bilan barobar o'ringa qo'ya olisi kerak. Balalar harvada o'ltirib berishga bakli ko'nikdek qiladi. Ular onalarga moslashib berayotgandek uncha g'alva qilib ketmaydi. Kutubxonalarda balalarning haq ishlik qilganini ko'rib boqmagandek qilaman. Nazrimda bu yerning bolalari bakli baxtlikdek qiladi. Ular 2 yoshga kirmayli yasliga mahkum bo'lib qo'sh til olvaniga tutilmaydi. Jonajon onalari har zamon ularning beshida parvona edi. Yasliga borgandimi ularga o'z onalari hamroh edi. Zaman ularni bemahalla o'rganish mashinasiga aylantirib qo'ymagan edi. Ular ota-onalardan tabiiy eqib chiqqan mehr-muhabbat buluqiga qinib, mehr-muhabbatni his qilishni o'rganadi. O'ynashni o'rgatish bu yerdagi oila ma'arifi va yasli ma'arifining muhim mazmuni. Chunki o'yin behuda harakat bo'lmasdan balki bir xil moslashish, kollektivlashishni talab qiladigan ijodkorlik faoliyati. Balalar o'yin davomida o'zlarini sezmagan holda tabiat va hayotni tajriba qiladi va o'zi deb berolmaydigan cho'nqur kechirmishlarga erishadi. Balalar turmushning erkin qushlari. Ular fursatparast ma'arif siyosatchilarining tajriba materialiga aylanib qolmasligi kerak edi. Ko'zatishimcha Londonda bog'chisiz va kutubxonasiz mahalla yo'q edi. Bu yerda maktabsiz, kutubxonasiz, madaniyat va tantarbiya markazidan xoli mahallani tasavvur qilish mumkin emas edi. Bu yerning bog'chilari egiz o'sgan qadang daraxtlarning buyuk baraxsan qomatlarida xiyobon ko'rinadi. Odamlar oz, o'rindiqlar bo'sh. Yomg'ir yog'masila bo'lishiga xiyol surgili bo'ladi. Asfaltlangan piyodalar yo'li daraxtlarni bo'ylab so'zilib ko'z oldingizda tarayib, qaysidir bir daraxtning keynida ko'zdan g'oyib bo'ladi. Yerlik kishilar texil Londonni yeshillik oz shahar deyishidi ekan. Bu faqat shularning o'ziga yarashadigan gap bo'lsa kerak. Turalg'umga yaqin kutubxonalarda bo'lgan kunlarimda tushlik tomoqni yotiqimda yeydim. To'q qozonda go'rishdimlab bir dona tuxumni qo'rib qo'saqni bir damdala jo'ndaytdim. Ba'zi kunlari to'ng'atqo'ga sep qo'ygan beliq qoqlimisini duxobkada isitib yeydim. Qiltiriqsiz bu beliq shundoq mazzilik edi. Özüm yalğız mazza qilib ichimdan yo'riqliq taravatgandek bilinganda ballarimni o'ylaydim. Ularga o'z qo'lim bilan ashu mazzilik beliq qoqlimisidan yetguchi isitib bagim kelib ketadi. Boshqalarni zo'qlantirish katta zo'q ato qiladigu kishiga. Bir musulmon Uyg'ur uchun Londonda yashash Jungoning ichki o'lkalaridagi har qanday shaharda yashashga qaraganda ko'p oson deb o'ylayman. Londonning baynal minal xarakteri chet ellarga chiqish shahar ilish bilan tang tuyuladigan taklimakan ballari uchunmi qolaylik sharoitlarni ato qila oladi. Bu yerda irqiy va diniy turmushga oid har qanday talab daxlisiz holda qonadi. Ko'nglimdagini aytsam, men Urumchiga qaytib kelibmi Londonning halol, sop, bexatar yemak-ichmaklarining armonlarini yedim. Londonda ancha ko'p vaqt sarf qilmaymi suhbatlik, lazzatlik bir qitimliq g'izoning ipini qilg'ili bo'ladi. Kashlarda barangi bilan qo'li go'shini qo'rib turklarning yumshoq akmaklari bilan yeyman. Ba'zida baranga va tasma purchoqlarni pishirib yeyman. Hindistonning uvoq muchini akilib samsoqliq yog' much etib olaman. Ochiq suvni Jungoliqlarning do'konidan akilaman. Baranga bilan tasma purchoqni ochiq suv bilan mushqi melab yesa boshqacha huzur bo'ladi. Angliyaning yerlik ochiq suvi toza tetimaydi ekan. Jungoning echitqu madaniyatiga obdalla ko'nibdiq.
Alaydan Jungoluqlarning ochiq suyini izlaydigan gap. Yana kuydi qiymasida tugilgan tugri yegim kelganda kuydini cho'ng bozorlardan topolmadim. Yerliklar kuchlik puroqliq narsalarni yeyishni yaxshi ko'rmaydi ekan. Kuydinimi Jungoluqlar do'konidan tep kelib qarindoshlarning uyida tugri atkizib yedim. Ba'zi oqshomlari qizilchi pishirib yedim. Yatarga az qolganda azroq marojnalik bo'ltirgan qiyomi yeb qo'yaman. Yugurib kirib badan qizib turganda u toza xo'sh yoqatdi. Shu xil turmush uslubida kayfiyatim hamisha shosh turdi. Bu yerda zo'rlanib ortiq tomoq yeydigan kashlik zo'rlar yo'qdi. Hafta oxirlarida bir nechimiz yaqin atrofdagi turk do'konlaridan qo'y qovurg'isi kelib duxovkada kabob qilatdik. Kabob pishib tayyor bo'lguncha Italiya cho'pini rosa qaynatib suzgandan keyin mushliq ochiq suvni sepib, saranga teledek to'g'ralgan tarxamakni selib seriqash qilib yeyishatdik. Shundoq issiq bosatdi. Bir musofirga oliyjanob ishlar va erkin tanlashning huzuri nisib bo'lmaganda, u hech bo'lmaganda yemak ichmakdan keladigan jismoniy lazzat orqali hammani to'ldirib o'zini ovundiradigan bo'lib qoladi. Gadayning bir qitim to'yg'ini, bir qitim boy bo'g'ini degan gap musofirlarning ko'ngillik bir qitimlik ovqatlanishiga toza muvofiq kelgudak deb o'yladim. Londondagi turmushimda mutlaq ko'p chog' yolg'izchilikda o'tadi albatta. Shunga kallamni tugamas fikr g'aliyollari besib oladi. Kitobdagi fikrlar, tuz va mazmunlarini o'zgartishib meni talon-taroj qiladi. Kitap meni asta-asta yeb ketayotgandek his qilatdim. O'tirgan petim xiyolni bir boshlab olsam, uning hech oyig'i chiqadigandek emas. Muhit va odamlarimizdan so'yinmaslikdan kelib chiqqan mayuslik, armon yuklarini otib mangandagi cheksiz tanholik, o'tmish hayotdan yomragan o'kinishlik o'xtatishlar, Kafkaning qal'asidek izlab yaqinlashgan sari o'zini yiroqqa tortib turadigan manzaralar meni ezib bo'zaq qiladi. Go'yo o'zimni o'z xiyolini kontrol qilolmaslik kasaliga giribtor bo'lgandek o'ylab, o'zimdan ansirabmi qolatdim. Shundoq vaqtlarda she'r yozaman. Boshqalar tarafidan tashlanib ketganligimni his qilganimda, vujudimning qayerididu yo'shirinib yotgan she'riy tuyg'ularim o'zini oshkorlaydi. Shu vaqtda qalamimni olsam she'r chiqadi. Ashu chidag'usiz tanholikni makon tutqanlar o'zlari haqida sap insoniyatligi bilan pichirlab berish fursatiga erishadi. Biroq biz hozirgi zamon odamlari boshqalar tarafidan tashlanib ketishdan qo'rqamiz. Tanholikni o'limdan qo'rqinishliq bilamiz. Nima qilganimizni yodimizdan chiqargan holda o'chratlarga asabiylik bilan o'zimizni uramiz. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar to'pqa agishib to'p ichida tursak o'zimizni xavfsiz his qilamiz. Shunga bir-birimizga nihoyatda o'xshab ketamizki, go'yo jamiyatdan iborat xumdonning xishlarimiz. Shu kunlarda mundoq misralarni yozgan ekanman. Bo'lib rostilla arzimas inson, jonga patqudek untulib baqqin. Mujub yurakni o'z qo'ling bilan, ochiq urib to'lg'inib baqqin. Suratlar zinhor bamas tasalli, tashla ularni eqin sulaga. Yashab ko'y muzdek soğuq hicranda, bumma intizor nesi dildarga. Londondagi tanholik menga mundoq bir tasavvurni baxshatdi. Sen Uyg'ur tilida she'r yozding, lekin uni nashr qiladigan o'rin, nashr qilsa o'qiydigan o'qirman yo'q deyli. Tarix to'satdili seni mushu holga keltirgan xalq va uning madaniyatini sening badiiy hayotingdan mustasno qilib etdi deyli. U holda sen nima? Kimga, kim uchun so'zlaysan? Bu qo'rqinchli savol edi.
Şu yegona hayotimda o'zimni beayni xalqdan ayrilib ketgan yozuvchidek his qilib, ana shunda g'alati tasavvurlarni qilib ko'rgan bo'lsam kerak. Odam hammadan ayrilib o'zini g'erib his qilganda, o'zini himoyasiz va xalqsiz his qilganda, Xudo uning ustida kulib qarab turgan holda ana shu chaqda u aytishga tegishli gapning Xudoga taalluq ekanligini cho'nqur tonib yetadi. Londondagi turmushim qavmidan yoki qavmining madaniyat tomiridan ayrilib qolgan shoirning baxtsizligi haqidagi bir qitimliq tajribaga o'xshab qoladi. Norman Mania ismli romaniyalik bir yozuvchi bor. U 1986 yili ayni vaqtdagi siyosiy ijtimoiy muhitdan norozi bo'lib, G'arbi Berlinga chiqib ketgan ekan. Keyin 1988 yili Amerikada o'ltiraqlashib yeziqchilik qilgan ekan. Uning yeziqchilik qilgan vaqtimda hamisha atrofimdagi va ichimdagi mushkulotlar bilan tirikishiman degan so'zi ahvolimga mos kelib qolgandek bilinadi. Yeziqchilik qilish non va jonga nisbatan xatarlik bir tavakkulchilikka aylanib qolganda, adib uchun yezish va yezishdan voz kechishning har ikkisi azob edi. Qalbidagi vahima bilan elishish musofiratni tanlagan yozuvchilarning to'lisi muqarrar duch keladigan kashmish bo'lsa kerak. Fransiya yozuvchisi Sartre mundoq debdikan: adabiyot dunyosiga qaysi tarzda oyoq bosmag'in, qandoq fikrlarni targ'ib qilmag'in, adabiyot seni kurashga chillab akiradi. Yeziqchilik erkinlik talab qilishning bir xil shakli. Yezishni boshladingmi, xolash xolamasligingdan qat'iy nazar shu kurashga aralashgan bo'lasan. Sartrening bu gapi bo'yicha aytganda har qanday ifodalash bir qitimliq kurash edi. She'rni yezib bo'libla hammadan xalos bo'laman-da yeniklab qolaman. Mushuningdan keyingi uyqum aram baxsh uyqu bo'ladi. Londondagi tanholiqimda vaqt nihoyat barakatli edi. Ba'zida kun bo'yi hech kim bilan gaplashmaydigan kunlarim bo'lib qoladi. Bundoq kunlarda atay birasiga telefon qilib 4 ig'iz gaplashib qo'yaman. Na kitob, na tafakkurga royim bo'lmagan oqshomlarda inglizcamni oshirish uchun kompyuterda film ko'raman. Ko'rgan filmlarimning ichida bir ikkisi meni hozirmi o'ylashga majbur qiladi. Uning biri qumliqdagi shir bo'lib, Ikkinchi Dünya urushi mezgilida Liviyaga besib kirgan Italiya armiyasi bilan partizanlik urushi ippagan Liviya partizanlari va ularning yo'lboshchisi Ömer Muxtarni asosiy tema qilgan edi. Benito Mussolinining Liviyani abadiy tinchitib tarixdagi Rim imperiyasining shon-u shavkatini tirildirish xiyoli o'ylamagan yerdan yo'g'on chapalliq Liviya qabilalari tarafidan barbod bo'lganda, u general Rodolfo Grazianni hukmron sifatida Liviyaga avatadi. Oddiy bir mudarrislikdan fashizmga qarshi partizanlik urushining rahbariga aylangan Ömer Muxtar, bu urushning uning umrida nusrat qozonolmaydiganligini mo'ljallasimi, kurashga murassasiz kaskinlik bilan otlanadi. General Grazian Liviyani tanka, zambarak va urush aeroplanlari bilan mahkam qamollab turadi. U yerlik aholilarga o'ltirish, qirish, o't qo'yish, ziroatlarni chaylash qatorliq vahshiyona usullarni qo'llanadi. Liviya partizanlarining quroli oddiy urushda nihoyat zo'r talafotga uchragan bo'lsa-mu, o'zlarining tizbikmas ruhi bilan urushni 20 yil davomlashtiradi. Grazian qazzoblik qilish, va'dasidan yeni bilish qatorliq urush qonuniy va insoniy haq xiloflik qilmishlar bilan taqobil turadi. Grazian Liviya partizanlarining urush qilish mahorati va qaysarligiga qoyil bo'lmay turolmaydi. Oxirida partizanlar rahbari Ömer Muxtar urush maydonida qo'lga tushib qilib Italiya doirlarining murassar talablarini rad qilib ular tarafidan darg'a esib o'ldiriladi. Filmdagi Ömer Muxtarning obrazi nihoyat jonliq bo'lib, kishiga unutilmas ta'sirot beradi. U oddiy ammo pokiz ko'rinadi. Bu holati bilan u o'z xalqining orasiga singib ketadi. U mushkul va xatarlik paytlarda tamkin ediki,
Goya hamma qismatni qabul qilib bo'lgan edi. U atrofidagilarni tashkillashda o'zining inobatini pash qilib yurmasdan puxta tuzilgan tadbiriga tayinadi. E'tiqod uning hayotidagi har bir harakat, har bir so'z, har bir qarorida mukammal aks etadi. Filmdagi ikki ko'rinish yodimdan chiqmaydi. Partizanlar urushdan qaytadi. Bir kichik o'g'il bola onasi bilan billa urushdan qaytgan qahramon dadasining oldiga qarshi ag'ila chiqadi. Boshqalar omon eson qaytib kelgan azizlari bilan quchoqlashib ko'rishadi, yig'ilishadi, kulishadi. Kichik o'g'il bola bo'ynini so'zib shuncha qarab ketgan bo'lsa-mu dadasining qarasini ko'rolmaydi. Uning sohib Jamol onasi to'pqa qaragan sira taqatsizlanadi. Biroq ular shu qarab turgan peti yegona holda turib qoladi. Kichik bola chedirda qo'lini yuyayotgan Ömer Muxtardan so'raydi. Dadam qani? Dadangni Alloh yaxshi ko'radi ekan. O'z dargohiga chaqirib ketdi. Ana hammani tushundi. Bola chakchayginicha turib qoldi. Ömer bolaning qo'lidan yetilab sirtqa chiqadi va bir pas o'ynashadi. Menmu dadamdan kichik qog'ozga oq shapoq to'ppi kiygan ashu kichik o'g'il bolaning taqdiri va qiyofati zehnimda teran o'rin oldi. Yana bir ko'rinish Ömer boshliq partizanlar atritini tajovuzchi askarlar qo'g'laydi. Partizanlar qumluqda bo'ktirma qilib o'ylamagan yerdan chiqib Italiya askarlariga qattiq zarba beradi. Bir o'smir askar asirga tushadi. Partizanlardan biri ikkisi bola askarni ujuqtirib etmoqchi bo'ladi. Ömer Muxtar tutqunni o'ltirishga bo'lmaydi deydi. Biroq ular odamlarimizni o'ltirgan deydi kimlardu g'azab bilan. Ular bizga ustoz emas deydi Ömer. Aslida islom ahkomlarida asirlarni o'ltirish cheklangan edi. U biz odam o'ltirish uchun emas, vatanimiz uchun urushyapmiz deydi va yerga tushib ketgan Italiya bayrog'ini elib bola askarga tanglab. Bu bayroq bu yerga tava emas, elib qaytib ket deydi. Mazkur film Qazzofi hukumatining mablag'i bilan Mustafa Akkad tarafidan 1981-yili ishlangan bo'lib, filmni 1982 yili Italiya doiralari Italiya armiyasining shon sharafini bulg'agan deb man'i qilgan. 2009-yili 6-oyda Qazzofi Italiyaga ziyoratga borganda Italiyaning osmon televiziyasida rasmiy tarqatilgan. Hozirgacha pat-pat esimga kelib turib oladigan yana bir film Adoqlama. Filmda Viktor Novoriskiy degan odam Kennedy xalqaro aerodromiga tushadi. Biroq uning aerodromdan chiqib Nyu-York shahriga kirishiga ruxsat qilinmaydi. Aslida u Amerikaga qarab safarga chiqqanda uning davlati Krakoviyada ichki urush boshlanib ketib, Amerika hukumati u davlatni egilik huquqiga ega davlat sifatida tonimaydi. Shuning bilan Viktor Novoriskiy ya Amerikaga kirolmay ya davlatiga qaytolmay Adoqlamada turib qoladi. Novoriskiy nurg'un mushkulotga duch keladi. U bo'shigan yuk taqariblarni ratlab joyiga tizib uning haqqiga bo'lki ep yeydi. U Adoqlamada turish jarayonida ba'zilarning yomon g'arazdagi muomalasiga, ba'zilarning do'stona yordamiga erishadi. Viktor Novoriskiyning Nyu-Yorkga berishdagi maqsadi mashhur yuqori ovozliq arnaqshchi va saksfonchi Benny Golsondan imzo to'plash edi. Uning dadasi jaz muzikasi mastonasi bo'lib, 1958-yili Vengeriyadagi bir gazetda e'lon qilingan Harlemdagi ajoyib kun degan suratda uning mubolliqqa bayqiladi. Novoriskiy suratdagi 57 nafar jaz muzikachisining imzosini olaman deb ant ichadi. Oxir Krakoviyadagi urush tugab tinchlik asliga keladi. Novoriskiy bir amallar bilan Nyu-Yorkga kirib uzun turmayla vataniga qaytadi. Film Baku aerodromidagi 15 soatlik yegonaliqimni eslatib qo'ydi va shuning uchun mekin diqqatimni tortdi. Odatda menga poyezd stansiyasining kutish zali bilan aerodromning Adoqlamasi so'g'uq bilinadi.
Bakudagi 15 soatlik kutish bu so'g'uqlikni texmi avjiga chiqadi. Viktor Navorskining kechirmishi yumoristik vositalar bilan ko'rsatilgachga turmushdagi baxtsizliklar komediyalik ta'mga kirgan. Shunga filmning hasrat tusi uncha qo'yiq emas. Viktor Navorskiy faoliyatchan, emgakchan, qo'lidan ish keladigan odam. U savrchanlik bilan ishlaydi va bu orqali boshqalarning hissdoshligini qo'zg'aydi. Vaholanki filmdagi Viktor Navorskiyning prototipi bo'lgan Mehran Karimi Nassiriyning taqdiri nihoyatda echinishli edi. Mehran 1942 yili Eronda tug'ilgan bo'lib, 30 yoshlarda Angliyada o'qigan. U 1977 yili padişahga qarshi harakatga qatnashganligi uchun Erondan haydalib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy komissiyasining panohligiga erishib Belgiyada turmoqchi bo'ladi. 1986 yili Angliyada turishni niyat qiladi. 1988 yili Angliyaga berish safarida uning sumkasi Parijda biri tarafidan o'g'irlanadi. Sumkada albatta uning pasporti bor edi. Gerçi u Londonga boradigan aeroplanga chiqib bo'lgan bo'lsa-mu Parijga qaytariladi. Shuning bilan u tamoman davlati yo'q bir odam sifatida Parijdagi De Gaulle aerodromining adoqlamasida o'zining g'ayriy tabalik hayotini boshlaydi. U faqat adoqlamada turish huquqiga ega edi. U 1988 yilidan 2006 yilgacha shu yerda turib davolanishga to'g'ri kelib Parijda davomli panohlanib turgan. Uning bu kechirmishlari dunyo xalqiga oshkora bo'lgandan keyin u haqida kitoblar yozilgan. Adoqlama degan film model Mehronning sarguzashtlarini material qilgan. Yashagan zaminida siyosiy istiqboli bo'lmagan kishilarning vatani zodi qayya bo'lishi kerak. Bu jahondagi jimi siyosiy musofir muqarrar dush keladigan savol. Javobmi real vaziyatga qarab o'xshamaydi albatta. Mehron boshqa bir eldan panohlik izlab 18 yillik umrini aerodromdagi kichikgina bir bo'shliqda o'tkazadi. Ba'zilarning siyosiyning yuzi yo'q, ko'zimi yo'q degani ashundaq qismatlarga toza udul kasi kerak. Film meni falsafaviy o'ylarga undigan bo'lsa, uning turmushdagi xuruji bo'lgan Mehronning sarguzashtlari meni zilzilaga soldi. Mayli Viktor Navorskiy, mayli Mehron bo'lsin, halqiliq paytlarda o'zining shaxsiy tanlash huquqidan ayrilganlar bo'lib sanaladi. Nima qilish ularning erkida emas. Ular o'zlarini tasavvur qilmagan kaj taqdirning krizisida tirik kishiydi. Ko'z oldi har qancha qorong'u bo'lgan holatdami umid bilan yashaydi. Bu ahvolni kishilik turmushga yo'tkizsak shuni his qilg'ili bo'ladiki, bizmi oxirlashish va boshlanish momentidagi ilojsizlikqa yo'liqib turamiz. Xuddi Mehrondek oldiga yoki kayniga mingishdiki tashabbuskorlik huquqimizdan ayrilib qolamiz. Bizga qoladig'ini faqat nafas elish. Bundaq vaqtda barliq oliyjanob o'ylaringizmi o'z-o'zingizga band bo'lib qoladi. Lekin tarix sizdan ancha yiroq bo'lmagan bir yerda o'zining shakli va mazmunini tadrijiy o'zgartib turgan bo'ladi. Siz hamma narsa o'zgarmay shu petib turgandek his qilib ma'yuslanasiz. Kutishlaringizni pasib beqinishda davom etasiz. Tarix xuddi o'simlikka o'xshash jim turgan ravishda yetiladi. Buni o'simlikka kunda qarab turgan odam ro'shan sezolmaydi. Shunda qilib siz tarixning qo'yniga qandoqla kirib qolganligingizni bilmay qolasiz. Aerodromning kutish zali kutish, gumon, bexatarlik, o'zining kimligini bildirish qatorliq ziddiyatli kechirmish bilan to'lgan bo'lib, kishilar bu yerda imkon qadar uzoq turib qolmaslikni orzu qiladi. Lekin bugungi dunyodagi har qanday uzun safar ashundoq tashvishni yiqilg'u qiladi. Menmi qandoqdir bir aerodromning adoqlamasida turayotamdim qandoq, kelmishim qayon, bormishim qayon. Yotoq va kutubxona oralig'idagi mexanik turmushdan zerikkinimda ko'cha avtobuslarga chiqib aylanib kelaman. Kartini 3 qatim surkagandan keyin 4-qatimdan boshlab kartadan pul chiqim bo'lmaydi.
Xoliqinimcha ko'cha kezatdim. Men uchun aytganda har bir ko'cha bo'ylaridagi binolar, men uchratgan har xil irqdagi odamlar, ularning qiliq harakatlari tamoman yangi bo'lib, qandoqdir jonliq yeziq edi. Men bu yeziqlarni o'qib London haqida, kishilarning ruhiy holati haqida o'zgacha ma'lumotlarga ega bo'ladim. Qandoq o'qishni bilgan odamlarga nisbatan hayotmi yaratquchining irodasi bo'yicha yozilgan mo'jizalik kitob. Bu kitobning oldida kutubxonadagi kitoblar hamon cho'lta va bir taraflama bo'lib chiqadi. Men uchun sirtlarni aylanishimning yana bir afzal tarafi bor edi. Men u orqali navqiron bo'ytoq erning vujudidagi axloqiy uqumdan halqib ketgan tashnoliq, xiyoliy istaklardan vaqtliq bo'lsimi o'zimni xalos qila olaydim. Hatto ba'zi kunlari ro'za tutib vujudimdagi isyonlarning vaznini ojizlatishga tirishdim. Odam o'z vujudidagi omillarni muvozanatda saqlayman desa, qo'lidan kelgan aqliy vositalarni ishga solmay bo'lmaydi. Lekin bir odamning aqliy kuchi zodi qanchalik, jupta halolsiz mukammal erni tasavvur qilish mumkinmi? London ko'vrikining reshatkasiga yo'linib Taymis daryosiga nazar silish xilili ko'ngillik edi. Sular muloyim ravishda leyib oqatdi. Cho'ng kichik sayohat kemalari yiroq yaqinlarda uzib yuradi. Yeyilib turgan daryo qinining ikki qasniqida ancha egiz bo'lmagan hashamatlik binolar derizalarini daryo tarafga qaratib baqiraydi. Daryo diqqatga sazovar namoyishchilar sepidak lo'mshib binolar quchuqida yiroqqa so'zilgan bo'lib, shaharning so'latini mo'shiyada ko'gilib oladigandek edi. Osmondagi qo'g'ishin ranglik bulutlar daryoning husniga boshqacha bir tus beradiki, u xolisila daryoga qo'shilib ketalaydi. Daryoning muzdek shamoli yuzimga urilgan siri ruhim ko'tarilib qoladi. Men o'rnimdan midirilmay turg'unimcha shamollarning urilishini mazza qilardim. Bu jahonda irq, millat, tuzum ayrimay hamma odamga o'xshash muomala qiladigan faqat shamolli bo'lsa kerak deydim ichimda. Ko'z oldimdagi daryo xuddi mendan chiqib eqabatgan quvvatdek dengiz tomon oqatdi. Taymis daryosining qasnoqlarida har xil simvollik haykallar va ko'rinishlar bilan zinatlangan piyodalar ko'chasi bor. Ko'cha bo'ylab qavoqxona, restoran, qahvaxona va pivoxonalar joylashgan. Kuchli qahva hidi burnimni g'idiqlab ishtihoyimni qo'zg'aganda, qahvaxonaga kirib issiq qahvadan so'miraman. Chunki u bir musofirning o'z oldiga qila oladigan ishlariga kiradi. Taymis daryosining lo'mildab turgan yuzida chiroq sho'lalari jilvilanganda ijaraga olgan uyimga qaytishim kerakligini esimga olaman. Lekin u yerda meni qarshi oladigan hech kim yo'q. Men u uyga emas, boshqa bir uyga qaytib boqsam deyman. Bir odamning u bu yerlarga berib beqishi mumkin ekan. U o'z saylisining uzilmasligini umid qilishi mumkin ekan. Bularning ko'ngillik bo'lishi uchun shu odamning qaytmasi zodi bo'lmaydigan mustaqil uyi bo'lishi kerak ekan. Uy to'g'risida gap bo'lganda Londondagi kechirmishlarim esimga keladi. Xatolashmasam Angliyada 5 qitim uy ko'chgan bo'lsam kerak. Bu jarayonda tamoman 5 xil xuyi bor 5 xo'jayinni ko'rdim. Shularning ichida Kulabi o'zgacha bir odam. Uni men ijorakashlik qiladigan bir vatandishimizning do'konida tunji qitim ko'rgan edim. Hozir ko'z oldimga kelgani uning o'zkilan qora budur chechi bo'ldi. Pakar diqmoq bu odamning chiroyini qo'riq qoplab ketgan bo'lib, soqolini ammag'anga xeyli kunlar bo'lgandek qiladi. Uchisidagi kostyum to'la kayganlikdan shundoqmi petidan tushib pashlari udul kelmay qolgan edi. Lekin uning ko'z nuri o'tkir edi. Ko'rishganda odamga mag'rur qo'l sunatdi. Ko'rishgan vaqtimizda uning yana bir qo'liga diqqat qilib qoldim. Chopinining so'l yengining sirtida olqon yoki barmoq yo'q edi. U uzun o'tmayla biz bilan xo'shlashib chiqib ketdi.
Vatandishimiz ashundaq g'alita odamlar bilan tanishib qilishga usta bo'lsa kerak. Besh qayg'un musofirlar andisanda bu do'konda paydo bo'lib qoladi. Vatandishimizning bayonidan ma'lum bo'ldiki, Kulabi aslida Sipros fuqarosi bo'lib, Angliyaga kelib siyosiy panohlik tilab turg'ilib bir necha yil bo'ldi. Telekining rasmiy qabul qilinishini kutib turib etibdi. Taqdiri qiziq. Bir oydan keyin men Kulabining mehmoni bo'lib qoldim. Qarindishim Xolmurat bilan Seven Sisters degan yerda bir uyda turayotgan edik. Qo'shnilarimiz ushshoq so'z chiqib qoldi. Uning ustiga u uyning munchisi qolaylik emas. Yo'yinadigan odammi ko'p edi. Buningdan ancha rozi bo'lmay turayotgan vaqtimda Xolmurat yiliqi vatandishimizning do'konida Kulabi bilan uchrashib qoldi. U Kulabidan uning iltijosining hukumat tarafidan qabul qilinib xos uy berilganligini, berib billa o'ltirsa qizg'in qarshi oladiganligini anglabdi. Xolmurat meni Kulabining uyiga ko'chib ketishga har amallar bilan qiziqtiradi. Bir kuni Xolmurat ikkimiz Kulabining uyini ko'gilib bordik. Tor peshtoq udul ikkinchi qavatga ep chiqadi. Peshtoq va polg'a ajrang sun'iy to'qilma yeyitilgan bo'lib, uy yangi berilgachga pokiz edi. Xolmurat ikkimiz 3-qavatdagi cho'ngroq uyda turishni ixtiyor qildik. Kulabi o'zi 2-qavatdagi oshxonaga tutash uyda turadi ekan. Oshxonadagi gaz o'choq texi ishlatilib boqmagandek qiladi. To'nglatqu qop-quruq edi. Biz uyning ijara haqqini deyishmoqchi bo'lib edik. Kulabi Murat, uy sening, kelib o'ltirivagin, dedi. 3 kun ichida biz Kulabining uyiga ko'chib keldik. Kulabi xeli gapdan edi. U mening yozarman ekanligimni uqqandan keyin Nozim Hikmat haqida gap qildi. Hatto ba'zi she'rlarni yodlab berdi. U gap orliqida qo'lidagi tamakini tinmay sho'raydi. Javg'ining atrofidagi burut soqollar sarg'ayib ketgan edi. Biz uning uyiga ko'chib borgan kuni qoch-quchilarimiz bilan quruq uyni xeli saramjallashtirib qo'ydik. Magazinlardan yemak-ichmaklarni akirib to'nglatqini to'ldirdik. Xolmuratning qo'li aplik edi. Birdamdala go'sht dumlab go'shtli qo'rimalar bilan birga yedik. Kulabimi dasturxonimizning hurmatga sazobar mehmoni bo'ldi. Biz shu oqshimi uyning ijarasi haqida kelishdik. Kulabi bo'sh emaskan, bahoni chinqab turib qo'yadi. Biz oxir uyga haftasiga 75 fond sterling beradigan bo'ldik va 2 haftalik ijaraning haqqini oldin bergandan sirt yana 150 fond sterlingni raniga qo'ydik. Kulabi 300 fond sterlingni sanab rozimanlik bilan yanchuqiga soldi. Dasturxon yig'ilib kechilik aramning tayyorligiga kirishdik. Men Xolmuratga chaqchaq qilib Murat, uy sening, deb qo'ydim. Xolmurat darhol tushunib kulib etdi. Kulabi tushkichi uxlaydi ekan. Tushdi o'rnidan turib bir chiqib ketsa yarim kechida qaytib keladi. Nashtalik tayyorlash uchun oshxonaga chiqqanda u yotgan uydan o'tishga to'g'ri keladi. Kulabi go'yo hech nimani sezmagandek yotadi. Karvatining yeniga qo'yilgan ustaldagi kuldan kul va tamaki qoldiqlari bilan to'shib ketgan bo'ladi. Uy ichi ispiraydi. Choyni ehtiyot bilan damlab putimizning uchida dassigancha uyimizga ep chiqib ketib nashta qilatdik. Kulabining uyi so'g'uq edi. U gaz dejayman deb kunduzlari gazni etib qo'yadi. Londonning qishdagi so'g'uqi damolligi bilinmagani bilan asta-asta so'ngakka o'tib ketadi. Degandek hem bo'lmagan kona derizidan shamol kirgandek tuyuladi. Sirtqa chiqmay uyda kitob o'qigan kunlarim ziyoda to'ngib ketadi. Va oxiri yeshiyada bo'lmagan Zukam Kulabining uyida meni topdi. Na televizor, na internet bo'lmagan bu uy faqat jon saqlashga asqatadi. Angliyada boshqa allardan kelib panohlik tiliguvchilarning iltijosi qabul qilinib qolsa darhol uy beriladi ekan. Ve her hapsi yetgüdek turmuş rasxoda beriladi ekan. Lekin bu rasxod tejashchan odamlarning turmushiga normal yassimi Kulabining turmushiga yetmaydi.
Chunki uni chekmedi deganda kuniga bir qop tamaki chekidu desa mubolag'a bo'lmaydi. Angliyada tamaki bak qimmat bo'lib, 5 fond sterlingdan oz pulga tamaki kelmaydi. Ba'zi kunlari Kulabining uyida qalaymaqan chechilib yotgan piva qutilarini ko'gilib oladi. Biz Kulabining o'z qo'li bilan biror narsa etib yeganini ko'rib boqmadik. Faqat uning uxlaganini ko'ratdik. Bir qizning ramkalangan surati Kulabining bosh tarafida hamisha turadi. Uxsaq u Kulabining qizining surati ekan. Har holda u kishilik dunyosi tarafidan unutilib ketgan inson emasdek qiladi. Kulabi kimlardan soyunadi, nimaga umid bog'lab yashaydi, bularni bilgilab bo'lmaydi. U chekatdi, ichadi va uxlaydi. Uningga kimlarning ulfat ekanligi noma'lum edi. Qattiq so'g'uq bo'lib ketgan kunlarmi bo'ldi. Shu vaqtlarda Kulabidagi kartini elib o'zimiz gaz qachiladik. Bu orqali issiq o'ltirmoqchi bo'ldik. Lekin gaz nihoyat tez tugaydi. Biz sirtqa chiqib ketgan kunduzlarda Kulabimo gazni bemalol yiqib issingan ekan. Kulabining talati borgan siri yomonlashishga boshladi. U bizga ortiq gap qilmaydigan bo'ldi. Ba'zida Xolmuratni chaqirib bir nimalarni deydi. Kulabining posiq g'ayribona turmushi vujudimni to'nglatib bearam bo'lishga boshladim. Hamda Kulabining uyida uzun vaqt turishga bo'lmaydiganligini mo'ljarladim. Uning ustiga saxovat qilib berilgan uyni ijaraga berish va ijaraga elish qonunsiz edi. Kulabi orada Xolmuratdan qarz oldi. Men Xolmuratning qarz berishini muvofiq ko'rmagan edim. Arada Xolmuratga boshqa bir yerda ish chiqdi. U yer xili yiroq bo'lg'achqa shu yerga ko'chishga to'g'ri keladi. Xolmuratning ko'chishi meningmi ko'chib ketishimga bahona bo'ldi. Biz ko'chib ketgan kuni Kulabidan oldinlar raniga qo'ygan pulimizni ololmadik. Xolmurat qarz berib turgan pulni ololmadi. Hapsilimiz bir bo'lgan holda Kulabining kang kushoda so'g'uq besaramjon uyidan xo'shlashdik. Biz Kulabiga amalsiz tashlab ketgan pul hargiz az pul emas edi. Xolmurat ogohlantirishlarimning tegiga endi yetgandek shuklashib ketdi. Men, Murat, bu sening uying, dedim chaqchaq qilib. Xolmurat bu gapimdan kulmay turolmadi. U shu kulgunicha boshqa bir yerga otlandi. Holimdan obdan xabar oladigan bu inimni chin quchoqlab omonliq tiladim. Kulabining salohiyatini to'liq va aniq bilmadim. Turkmikin deydisam irqiy qiyofati toza o'xshab ketmaydi. Kurtmikin deydisam turkcha so'zlaydi. Uningdan erishgan yakunim shu bo'ldiki, biri e'tiqodga ixlos qilmaydigan odamning yuragi hayot va odamlarga qarata qetib ketgan bo'ladi ekan. Aqidasiz yashaydigan qarindishingiz sizga hech kim yetkazmagan kulfat va ahonatlarni keltirib bera oladi ekan. E'tiqodsiz qilish to'limi yomon ish ekan. Uyg'urlarda o'yi yo'qning jeni yo'q degan maqol bor. Öy noqul holda 4 tomdan tuzilgan fizikalik o'ynilik ko'rsatmaydi. Öy kishilik hayotdagi bir butunlikning, mustaqillikning, buruj va odamiylikning g'ururning boshqacha atalishi. U ba'zi hollarda vatan degan ufqum bilan barobar. Har bir odamning o'z oldiga turmushi bo'ladi, shundaqla tushi bo'ladi. Reallikda lazzat qolmaganda tush bir odam uchun to'limi muhim o'rin tutadi. Öy bizning aram xudo tush ko'rishimizga qolaylik beg'ishlaydi. İngiliz yazg'uvchisi Virginia Woolf bir ayol roman yozmoqchi bo'lsa, uning o'ziga tava puli va uyi bo'lishi kerak deb yozgan ekan. Bu gapga ayollarning o'ziga tava erimi bo'lishi kerak deganni qo'shib qo'yg'im bor. Navoda bu so'zni erlarga tatbiqlasak qandoq gap chiqa? Navoda bir er mayli nima qilmasin, uning o'ziga tava xotini, uyi va puli bo'lishi kerak degum keladi. Shafqatsiz cho'ng shaharlarning turmushida uy degan hukm hammani o'z ichiga oladi.
Ağrıganda ve içirqaganda Londondaki aşu ijarega ağan öy yanıla birden bir köngüllik makanım idi. U yerda qo'saqni to'yg'izib bo'lib, xohlasam kitob ko'raman, xohlasam bir narsalarni yozaman, xohlasam kimlargadir telefon beraman. Bir kuni Qumluqdagi Shir degan filmni ko'rgan kuni xotiramga shundoq yozganim esimda. Ba'zida nomardlik mardlik ustidan, vahshiylik insonparvarlik ustidan g'alaba qilishi mumkin. Lekin bu hargizmi oxirgi g'alaba emas. Dunyoda mutlaq kuchliklik va mutlaq ojizlik, mutlaq baxt va mutlaq baxtsizlikmi yo'q. Haqsizlikka javob qaytarishning minglab yo'li bor. Mana bu ilohiy kuch qonun.